Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüb atqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugünkü proqramımızda Xitay hökumətinin işki qismidəki bir qism Uyğurlarını lagerlarga solaşqa münasibətlik yaqında aşkarlanğan məxfi hüccətlər üstdə söhbət ilib barımız. Biz bu münasibət bilan George Washington Universitetinin dosenti Dr. Sean Roberts, Washington'daki kişilik hüquq nüfuz təşkilatının Xitay işləri direktori Dr. Sophie Richardson. Şundaqla Uyğur kişilik hüquq quruluşunun idare heyəti rəisi Nuri Türkel əfəndini bu proqrama təklif qıldıq. Söhbətimizə xoş gəldinizlər. Welcome to the show. Rahmat. Rahmat. Thank you very much. And first I would like to start with Dr. Sean Roberts. Sizlarga rahmat. Men oldi bilan Dr. Sean Roberts'dan başlay. 16 noyabr kuni New York vaqti gazeti Xitoy hukumatining lagerlar to'g'risida bir qism ishki hujjatlarni e'lon qildi. Siz buning qanday qaraysiz? Siz bu materiallardan ilgari ko'rilib baxmagan qandaq yangi uchurlarni bayqadingiz? Well, actually, a lot of the things in the documents had been reported by different scholars who'd been scouring through different Əməliyyatda şu hüccətlərdəki nurgun məlumatlarını oxşamagan tədqiqatçılar türlük mənbələrə tayınıb taratqulağı sözləyən idi. Meningcə, bu hüccətlərinin alaydı bir tərəfi onun hökumət orqanlarından bevasitə gəlganligidir. Xitay hökuməti uzundan buyan chet ellərdəki tədqiqatçılar bilan muxbirlar e'lon qilayotgan xəbər maqolalarga rəddiyə beriş ko'rinib keldi. Bu hüccətlərdəki bəzi məlumatlar ilgari lager şahidləri aşkarlagan işlarni dalilladi. Xitay hökuməti bu reallıqni inkar qilib, bunu yalğanğa chiqarishga tirishib baqqan idi. Halbuki bu ishki hüccətlərinin aşkarlanışı Xitay hökumətinin Uyğur rayonida neçə 100 min, hatta milyondan artıq Uyğurni tutub qamağanlığı və bu lagerlarning normal kasbiy tərbiyələş mərkəzləri emas, bəlkə türməyə oxşaydigan bir qurilma ekanligini inkar qilg'usiz darajada ko'rsatib berdi. Sophie, in the revelations, it basically highlights Sophie xanım, aşkarlanğan bu hüccətlər lager qurub adam qamaş buyrug'ining amaliyotda Xitoy davlat raisi Xi Jinpingdan bevos tushganligini ko'rsatmoqda. New York vaqti gazeti bu haqda e'lon qilgan maqolasida Xi Jinpingning qat'iy rahim qilmaslik degan so'zni naql keltirgan. Bu Xinjiang yerlik hukumatning emas, balki Xitoy davlatining ilib borgan harakatimi? Xitoy Xalq Cumhuriyati yig'ilish lagerlarini qurib, uningga Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik millat tutqunlarini qamavotdi desak, to'g'ri bo'lamdi. Yeah, I think so. I think the documents make very clear that the policies we've all been writing about in Xinjiang over the last Shundaq, aşkar bo'lgan bu hujjatlar lagerlar haqidagi bu siyosatlarning Xitoy markaziy hukumatining eng yuqori qatlamidan tushganligini aniq ko'rsatib bermoqda. Bu siyosatlar noqul yerlik ahvollar bo'lmasa kerak. Lekin bu hujjatlarning qat'iy rahim qilmasligi munosabatlik qiziqarli tarafi shuki, yerlik doiralarining ba'zilari yuqoridan tushgan bu siyosatlarga ancha qo'shilib ketmagandek, hamda buyruq xarakterlik bu siyosatlarni ijro qilishdan bosh tortgandek qiladi. Ular yana tutib turilishi hojatsiz bo'lgan kishilar qo'yib berilishi kerak deb qaragandek turadi. Bu turdagi kadrlar vazifadan tashlanib jazolandi albatta, ammo buningga nisbatan yerlik kadrlarning qarshi turishi, bo'libmi hukumat tarkibidagi kadrlarning norozilik bildirishi bizni biroz ilhomlantiradi. Nuri, bu New York vaqti gazeti bu Xitoy hukumatining ishki suhbatlari bo'lsin, hujjatlari bo'lsin e'lon qilgandan keyin Xitoy hukumati buni inkor qilmadi. Uning o'rniga Xitoy hukumati Amerikani, ya'ni New York Times'ni hamda New York Times'ga hujum qildi. Bu bunday qilmaslik kerak dedi. Sizningcha Xitoy hukumati nima uchun bu New York Times e'lon qilgan bu hujjatlarni xato yoki yolg'on deb bildirmaydi? Chunki bu dokument qaraydigan bo'lsangiz, ishlatilgan so'zi bu yangi davom qilayotgan siyosatiningki fikr almashtirish mezgili, tuzilish mezgili, ijro qilish mezgili hammasi yuqorida Sean Roberts bilan Sophie Richardson degandek jamoatchilikda bo'lib kelayotgan suhbatlarni muayyanlashtirdi. Endi bu bundaq bir qattiq dalildan oqiga chekinish u yoqda rad qilish nihoyatda ta'sir to'xtaydigan bir masala. Shuning uchun bular uni e'tirof qilishning o'rniga buningga döngab
bizning taraqqiyotimizni tizginlash uchun yoki bo'lmasa bizning bo'lgunchilarga bo'lgan muomalamizni tushunmaslikdan qo'sh standart ishlatish tufaylidan mujda qotidi degan sapsatini o'ttirig'i chiqaryotdi. Endi bu yerda diqqat qilib qaraydigan bo'lsak, bularningki shu qilmishlari, ideya fikrlari bo'lsin, bu jazo lagerini ta'sis qilish olsun, boshqarish olsun, oxirgi nishon olsun, ko'rinishga sud mahkamalarida oxirlashadigan bir vaziyatga ketayotgandek ko'rinyapti. Shunga bular buni darrol inkor qilinmay, u yoqqa bu yoqqa diqqatni burashdek faoliyatlarni shug'ullanadi. Şan əpəndi, Xitay hökuməti atılmış terrorluq bilan əsəbilikə qarşı turuş bahanəsi bilan kəsbi tərbiyələş mərkəzlərini quruş, həm də kişilərni bu yerə qamab tərbiyələşinin səbəbini qılıb görsüb gələn idi. Halbuki New York vaxtı gəzdi, Xitay hökumətinin 206 bətlik işki höcətlərini aşkarıldı. Sizningcə bu höcətlər Xitayның rastınla terrorluqqa qarşı kürəş qılıyatqanlığını görsəmdi? Bu yəni Xitayның dəl şu səbəbdən rayondakı kişilərni xalığanca həm səbəbsiz lagerlərə qamayotqanlığını ispatlab berələmdi. There's a couple things interesting about this issue related to the leaks. First of all, one of the things that happened immediately after the leaks is I noticed. Meningcha bu ishning bir qancha qiziq taraflari bor. Bu hujjatlar oshkorlangandan keyin darhol diqqatimni tortgan ishlarning biri shuki, Xitoy hukumatı o'zining tashviqot taktikasini darhol o'zgartdi. Ular o'z qo'lidagi taratqularning asosliq nuqtasini lagerlarning odatdagi tarbiyalash markazlari ekanligidek tashviqotlardan yo'tkab, Uyg'urlardagi terrorlik tahdidining naqadar ig'irligini ko'rsatishga boshladi. Bu hujjatlarda Xitoy qilayotgan bu ishlarning amaliyotda terrorlikqa qarshi turishning bir tadbiri ekanligini isbotlab ko'rsatadigan bir narsa yo'q. Agar bundoq narsa bor bo'lsa, bo'libmi xalqaro tekshirish bo'yicha muxbirlar instituti oshkorlagan hujjatlarda bor bo'lsa, ularning o'zlari qilayotgan bu tadbirlarni kasallikning oldini olish deb tushundiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Diniy oshqunga aylanishdan ilgari oshqunlikning oldini olish hukmi bilan mavjud narsaga jang e'lon qilishning hukmida nihoyat cho'ng farq mavjud. Bular butunlay boshqa ishlar. And Sophie, the International Consortium on the Investigation. Sophie xanım, Xalqaralıq Təkşiriş Muxbirlar İnstitutu Xitayning yana bir qism məxfi hujjatlarini e'lon qildi. Uningda lagerlarni qandoq qurish, uni qandoq boshqarish, odamlarni qandoq tutqun qilish, hamda tutqunlarni az deganda 1 yil qamash qatorliq belgilanmalarning asosli ijrochining siyosiy qonun komitetining sekretari Joe Xeylun ekanligi ma'lum. Sizcha xalqarалық tekshirish bo'yicha muxbirlar instituti oshkorlagan hujjatlarning yangiliklari qayerda? Well, I think these are very chilling documents. You know, when you read a manual written by representatives of one of the most powerful governments. Men bu hujjatlarni odamni intayin azoblaydigan hujjatlar deb qarayman. Men dunyodagi eng kuchli hukumat amaldorlarining qo'lda tuzilgan mushundaq bir qo'llanmani ko'rgan vaqtimda, ya'ni butun bir suruq insonlarni o'zining haq-huquqlaridan qandoq mahrum qilish, hatto ularning hojatxonaga qachon berishni belgilab berish, bir-biri bilan so'zlashsa qattiq jazolash, qo'yib berilgandan keyin lagerlarning ichki ahvoli to'g'riliq hech kimga gap qilmaslik degandek sistemalik taqib qo'llanmasini ko'rgan vaqtimda haqiqatan qattiq andisha ichida qoldim. Dunyo xalqaro jamiyat Xitoyda nimalar bo'layotganligidan xabardor bo'lishi kerak. Shan boya ta'kidlab o'tdi. Mana ko'pchilikning 11-oyning o'ttirlari BDTning kishilik huquq mutaxassisi bilan alayda muxbirlar tomonidan e'lon qilingan terrorizm to'g'risidagi bayonotini ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Bu bayonotda Xitoy yo'lga qo'ygan siyosiy tarbiyalash lagerlari va Xitoy hukumatining rayondagi siyosatlari intayin sistemli holda tanqid qilingan. Uning yana Xitoy hukumatining terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib, rayonda yurgizayotgan bostirishlarning amaliyotda xalqarodagi terrorlikqa qarshi turish prinsiplari bilan faqatla birdakligi yo'qligi ko'rsatib berilgan. Nuri, bu Xitoy hukumati andan keyin bu ol hujjatlarda chiqqan chaqda tutish tegishlik hamma odamni tutish kerak degan anima bor uningda. Uningdan sirt Xitoy hukumati hamda buning chiqqan hujjatlarda Zapiya degan bir appni ishlatib, bir diniy appni. Onunğa özünü tizimlatqan kirgizgan yoki Qur'on o'qishni yoki namoz o'qishni o'rgangan Uyg'urlarni hamda tekshirib 100 necha ming, buningda 40 necha ming Uyg'urni tutgan. Hamda siz bundan qanday qaraysiz? Tutish tegishlik bo'lgan hamma Uyg'urni tutish kerak degan bu gapni.
Bu yerdelikki bir arada kimning tutilib, kimning tutilmayotganligi, kimning qachon chiqadigan, naketganligini bilinmagandek mujda qaymoqish ahvollarini bu oila tavobatlar yo'qotib qo'ygan, yutib ketganlardan anladik. Vaqtida bu hammamizning kallasida bu qandaqligi mushuncha odamlarni tuta oladi degan narsa kelgan. Endi hozir aniq bo'ladiki, buning hammasi shu texnikaning yordami bilan o'tmishdagi sayohat, oila munosabati, jamoatchilik qilgan so'z harakatlari, moliya iqtisod ahvoli, jamiyatdagi ta'sir kuchi va qazolarni ko'z tutib, hatto diniy e'tiqodning chunqur sustligiga qarab turib, mushuning o'xshash texnika vositalaridan foydalanib, keng ko'lamli tutish bo'lgan. Endi mushuning munosabat keladigan abayqin masalada yana bir qo'shimcha qiladigan narsa bor. Bu texnikadan foydalanib odamlarni mushundaq keng ko'lamli tutish olsun yoki bo'lmasa tadbirlarni qo'llanish olsun. Xitoyning davlat bexatarlik siyosatining hech birisi bo'lib yaqingi zamonda yurgizayotgan mavjud bo'lgan davlat bexatar tahdididan emas, qiyos qilgan tahdid asosida elib berilyapti. Bu yurgizayotgan Jo'xaylunninki qo'llanmasi 2017 yil 11 oyda boshlab ijro qilishga tutgan. Endi oraliqda 2-3 yil jarayonida bu hech qanday bir tahdid bo'lmagan narsani abay degandek oldin olish usuli bilan bunchalik ko'p insonlarni tutishi menimcha bu insoniyat qarshi bir jinoyat hisoblanadi. New York vaqti gazeti bilan xalqaro tekshirish muxbirlar instituti oshkorlagan Xinjiang hujjatlari yoki Xitoy telegramlari bo'lib bu Zhou Huilin imzo qo'ygan qo'llanma hujjatlariga qaraganda rayondagi bu ta'qib sistemasini kasbiy texnik tarbiyalash o'rni deyishga bo'lamdi yoki uni turma, lager desak to'g'ri bo'lamdi. Bu hujjatlarda Xitoy hukumatining o'zi bu o'rinlarni nima deb atgan? Oh, I mean, I think they certainly don't look like vocational training centers, nor do they look voluntary, which has been in the past something that the Chinese government. Bu o'rinlar hargizmi ular da'vatgan kasbiy texnik tarbiyalash markazlariga o'xshamaydi deb o'ylayman. Bu o'rinlar ham Xitoy hukumati burun tashviq qilgandek kishilar o'z ixtiyorligi bilan kiradigan maktabmi emas albatta. Bu joylar shohidlar tarafidan turmadek tasvirlanmoqda. Bu hujjatlarning yana bir qiziqarli tarafi shuki, Xitoy hukumatining lagerlar bilan munosabatli xodimlarining sukutda turishidir. Ma'lum ma'noda aytganda, bu hujjatlar markazdagi Xitoy amaldorlarining o'zlarining kishilik huquqni og'ir darajada dafsanda qilayotganligini biladiganligi hamda buni mutlaq maxfiy tutishga tirishayotganligini ko'rsatib berdi. Bu hujjatlarda yana kishilarning benormal o'lib qolishdan saqlanish kerak degan jumla uchraydi. Bu nuqta bakmi diqqat chekadi. Men yaqinda Amazonning televiziya supsida Amerika hukumatining 11 sentabr voqeasidan keyin gumondor tutqunlarni qiyin qistoqqa elish haqida ishlangan bir programmani ko'rgan edim. Uningdagi hukumat hujjatlaridami bu kishilar qat'iy o'lib qolmasligi kerak, bo'lmasa bizning xato ish qilganligimiz bilinib qoladi deyilgan. Shunga Xitoy hukumati o'z qilmishining butunlay muvofiq emasligini obdan biladi deb qarayman. What they're doing is not appropriate. Sofiya Xanim, New York vaqti gazeti Xitoyning maxfiy hujjatlarini oshkorlagandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bu hujjatlarni inkor qilmadi. Balki uni oshkorlagan taratquchilarni aybladi. Ammo xalqaro tekshirish muxbirlar instituti e'lon qilgan Xitoy telegramlari nomidagi maxfiy hujjatlarni oshkorlagandan keyin Xitoy hukumati qattiq norozilik bildirdi. Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchisi Liu Xiaomin muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda bu hujjatlar yolg'on va to'qilma. Xinjiangdagi ham ishlar yaxshi dedi. Men buni naql sifatida emas, balki mazmunini yetkazyapman dedi. Xitoy elchisi yana Xinjiangdagi har millat xalqi baxtli yashayotdi dedi. Ammo u yana Xinjiangning terrorlik harakatlari bilan to'lganligini eskartib o'tdi. U 2014-yili har 3 kunda bir terrorlik voqeasi yuz berdi. Saqchilar Xinjiangda 120 mingdan ortiq terrorchini tutdi dedi. Sizcha bu yangi xabarmi? Bu uchurlarni Xitoy hukumati burun e'lon qilganmi? Xinjiangda 2014-yili terrorlik voqealari rasmlar kunda degidek yuz berganmi? Well, it's hard to take any
propagandists seriously. And, it's for precisely these reasons. Təşviqatçılarning qıpqızıl təşviqatlarını rast çağlamaq təs iş. Dəl şu səbəbdən biz BDT-ning məxsus xadimləri və başqalarının müstəqil təşririş əp beriş üçün rayonga berishini tələb qılıb gəldik. Xitay hökuməti bəzida tutqun qilishlar yo'q desa, bəzida bor. Ammo bular kasbiy tarbiyalash programmalari davatıdı. İlgari bularni oshqulluq masalasi degan bo'lsa, hozir terrorlik masalasi davatıdı. Ular hozir Şinjan necha yillardan buyon tinch va ittifoq bo'lib keldi degan gapni deyishga bak amroq. Albuki siz agar sababsiz tutilgan 1 million tutqunning biri bo'lsangiz yoki har bir harakati ko'zatiladigan 13 million odamning biri bo'lsangiz, tinch ittifoq degan so'zning qanday ma'noda deyilayotganligiga savol qo'ymay qolmaysiz. Rayondagi vaziyat Xitoy doiralari degandek nihoyat yaxshi bo'lsa, albatta o'planish. Undaqda mustaqil kuzatuvchilarning rayonga berib, bu ahvollarni o'z ko'zi bilan ko'rishiga yo'l qo'yishi kerak. Bu Nuriya, bu Xitoy hökuməti əmdi olubmu, bu ikinci xitim buların işki hüccətləri aşkarlanğandan keyin olubmu, Joe Hayler'nin rolu toğrusida bu Xitoyning tashqi ishlar ministerligi bo'lsin, chet eldagi elchixonalar bo'lsin, bular nihoyat qattiq shaklda buni ayblab bundaq qildi. Endi bu New York Times bilan bu ICIJ'ning hüccətlari sizningcha bu haqiqiy hüccətlərmi yo yolg'on narsalarmi? Xitoy hökuməti buningdan nimani qo'rqaydi, buning chiqindi? Bu haqiqiy hujjatligi bu ICIJ'ninki mutaxassislar tarafidan muayyanlashtirildi. Bular maxsus bir mutaxassisni chaqirib, yillardan beri bu shaxsninki qildigan ishi Xitoyning chiqargan dokumentlarini shu haqiqiy emasligini muayyanlashtiradigan xizmatlarni shug'ullangan bir mutaxassis bütün narsani qurlarni hatto font size deymiz, harflarning cho'ng kichikligidan tortib hammani silishtirib, buning haqiqiy dokument ekanligini isbotladi. Endi bu yerda Xitoylar nimishqa bunchalik patparaq bo'ldi deganda, bu Uyg'ur masalasi, Sharq Turkiston masalasi boshqa masalalarga o'xshamaydi. Buni Xitoy davlat bexatarlik masalasi va iqtisodiy manfaatga bevosita taqishadigan masala deb ko'rayotgan uchun bu shundaq uchurlarning yana birisi bundaq uchurlarningki o'ttirg'i chiqib qilishini qiyos qilmaganlik sababidan buningga qanday reaksiya qildirishni, qanday pozitsiya tutishni bilmay, Londonda bir xil, Beijingda bir xil gap qilishdek pozitsiya turadi. Endi hozir shunchalik bir bechorada kelib qolgan ko'rilyotdi. Bular endi shaxsiy hujum qildi. Unda deb ism qo'yib, buning bunda deb ism qo'yib, ma'lum qarakollar degan ismlarni ishlatyotdi. Endi bu yerda agar sen bu qarakoldan bundaq bir shikoyatdan qo'rqading, nima xatolikni qilsa, ko'p kunduzda. 2019-yilda san kim berdi bunchalik insonni, begunoh insonni milliy va diniy sababdan apirib, irqiy qirg'inchilikqa mubtalo qilishni. Bu savolni o'zlari so'rash kerak. Bu haqqa döngashning o'rniga bu ojizlikning ifodasi. Ojiz inson o'zidan ko'may boshqalarga döngaydi. Buni döngashning o'rniga berib, shu siyosatni o'ttirib qo'ygan insonlardan hisob bilish kerak. Sen davlatimizni nega kelib qo'yding? Biz bundan keyin bu davlatni qanday boshqaramiz, xalqaro jamoatga qanday yuz kelamiz degan narsani. Sean, after the second batch of important documents and secret documents, Şan əpəndi, məxfi hüccətlərinin ikinci bir qismini xalqaralıq təkşiriş muxbirlar instituti tərəfindən aşkarlanğandan keyin Şinjan hökumətinin bayanatçısı Yer şarı vaxtı gezisinin ziyaretini qəbul qıldı. Onun deyişçə Adrian Zans və Darren Bayler qatarlıq lagerlarını başqaran mütəxəssislər Amerika Mərkəzi Axbarat İdarəsinin xidmətçiləri ikən. Siz bu gap kişinəmsiz. Xitoy hökuməti nima üçün bu işgəylərni Amerika Mərkəzi Axbarat İdarəsinin şpioni deyə ayıplaydı? Yeah, no, I mean, obviously, they don't work for the CIA, but Ularning Mərkəzi Axbarat İdarəsi üçün işləməydiganlığı nihoyat aniq. Qiziqarlıq shuki, ular hech qanday dalil isbot ko'rsatmay turib, mushundaq da'votidir. Buning hammasi asossiz ayblashlar bo'lib, kishilarning obro'yini to'kish uchun to'qib chiqarilgan o'ydirmalardan boshqa narsa emas. Mencha shaxsan ular bu xil ayblashni pisantiga elib ketmaydi deb qarayman. Ammo bugungi dunyoda bundaq tuhmat xarakterlik ayblashlar ijtimoiy taratqularda rostli unum paydo qilishi mumkin. Bu kishilarga ham ziyonliq bo'lishi mumkin. Men bu ikki mutaxassis bilan bu to'g'riliq chaqchaq qilishgan edim. Ammo boshqa bir davlatning fuqarolarini asossiz haqorat qilish, ularga ommaviy so'rinda tuhmat qilish albatta bakmi xatarlik bir ish. Men shaxsan buni intayin qo'rqinchli ish deb qarayman.
Ammo sizning ismingiz bu tizimlikda yo'q. Shundaq, mening ismim bu tizimlikda hozircha yo'q. Kitobim chiqqanga qadar yo'q. And Sophie, if the Chinese government can Sophie xanım, Xitoy hukumati Yevropalik va Amerikalik mutaxassislarga markaziy axborot idorasi ishlaydi degan qalpoqni kiygizgan yerda Uyg'urlarga xohlagan qalpoqni kiygiza oladi. Shundami? Siz buning qanday qaraysiz? Well, look, we're all accustomed to the Chinese government throwing whatever labels suit it. Qarang, biz hammamiz Xitoy hukumatining mayli shaxslarga bo'lsin yoki jamoatchilikka bo'lsin, xohlagancha qalpoq kiygizishlariga ko'nib qoldik. Menimcha buning kishini ansirtadigan tarafi Xitoy hukumatining ayrim shaxslarga yoki bir ijtimoiy to'pga tuhmat qilib, ularning obro'yini tushirishi emas. Buning eng qo'rqinchli tarafi Xitoy hukumatining yuz bergan masalalarning sababini izchil sirtdagi odamlarning ishi deb turib bilishida. Ya'ni chegara sirtidagi dushman kuchlarining qudratli qilishi degan qalpoq bilan Xinjiang va Hong Kongdagi voqealarga hukm qilishi. Shundaqla yerlik kishilarning qandaqdir sirtdagi harakatlar bilan munosabat ekanligini ta'kidlashidir. Men Xitoy hukumatining butun Xitoydagi fuqarolarda hukumatga bo'lgan noroziliklarning borlig'ini e'tirof qilmasligini haqiqiy bir xatolik deb qarayman. Bu xatolik hukumatning fuqarolar duch kelayotgan masalalarni tushunishiga to'salg'i bo'lib qolmay, balki yana masalalarga inkos qaytarishiga to'sqinlik paydo qiladi. Buning natijasida Xitoy diplomatlari xalqaro so'rovlarda xuddi kalisining bir ventisi kamda qalaymiqan gap qilishga majbur bo'ladi. Bugun atiganda, ya'ni 12 oyning 5-ida Xitoy Tashqi ishlar ministrligining Twitterda tarqatgan Xitoyning hamma ishlari yaxshi, 1 milliard 400 million aholi va 56 millat kishilari inoq yashayotidi degan ajoyib bir uchurni ko'rdim. Xitoy sirtidagi nurg'un odamlar bunda qip-qizil tashviqot uchurlariga faqat ishonmaydi. Nuri, endi bu New York Times bo'lsin, ICIJ bo'lsin, bular e'lon qilgan bu dokladlar albatta rost bo'lganlik uchun ham qoyil bo'larlik bo'lganlik uchun Xitoy hukumati qattiq norozilik bildirdi. Sizningcha buning endi qolgan Turkiy musulmon davlatlarning qarashini o'zgartirishga qanday bir foydasi bo'ldi? Bence bunun ahamiyeti nayt çoğun. Bu neç vaktin beri özüge dostanı olan, yoki Müslümaniye ihtiyacı olan devletlerinin ki vekillerini, muhbirlerini şu atalmış ögünüş merkezleriga apırıp bu tətü teşviqat boğatqan şundaq bir mezgilde bu yakında aşkarlanğan delillerinin oturuğa çıkışı bu devletlerin şu adamlarının şuraya birip qaytib kelgandan keyin ilib berayotgan tashviqotlarga naiti qattiq zarb bo'ldi, radiya deb tushunaman. Ikkinchidan, bu shu lagerlarninki qandaq bir yerligini, shu dokumentlarda deyilgan so'zlardan xalqaro jamoatchilikning to'nib yetishiga yana bir qadam chunqur tushunchanishiga yordam bo'ladigan bir dokument deb qarayman. Masalan, buni maktabga o'xshash o'g'itish kerak. Askeri bazılarga o'xshash boshqarish kerak. Turmalarga o'xshash mudofaa qilish kerak degan narsa. Maktabni unda mudofaa qilmaydi. Uningdagi yaqinda shu musulmon davlatlarininki oldida ketayotgan davlatning bir rahbari bo'lgan Mahathir, Malayziyaninki prime ministri. Bu biz yana texnik uchurlarni bilishimiz kerak degan narsani o'tirib chiqargan. Bazı Yevropadagi davlatlarmi, Yevropa Birligininki tashqi siyosat pozitsiya tutamasligining sababimi ma'lum davlatlar Xitoylar bilan izchil ittifoqligi, moliya jihatdagi ittifoqdoshlik va davlatlar bu bo'layotgan hozir qilmish qirg'inchilikqa bir shubha bilan qarayotgan, gumon bilan qarayotgan ahvollar bo'lgan. Shuning hammasi shu jamoat fikrini o'zgartirishga, ba'zi davlatlarninki Xitoyninki tavsiyasi bilan tashviqot qilgan narsaning yolg'onligini isbotlaydigan eng muhimi har qaysi davlatlar, 20 necha davlat va hozir Uyg'ur masalasiga destak ko'rsatayotgan. Bu davlatlardagi qonun tuzuvchilarning, siyosatchilarning, hatto sotchilarning bu daliliga qarab chiqib, tashqi siyosat yoki qonun tuzum yoki qonun ijro qilishga qaraydiganga turtki bo'ladigan bir deliller deb ko'raman. And Sean, if China is not fighting Sean Efendi, bu hujjatlarga qaraganda Xitoy davatgan o'rinlarning atalmış kasbiy tarbiyalash markazlari emasligi ma'lum. Bular bakrak lager yoki turmaga o'xshaydi. Xitoy 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur va qozoqlarni qamab, zodi nimaga qarshi jang ilib beryapti?
So, I mean, my personal feeling, is that this is the Chinese government sees this as a historical process. I really believe that what we're Şəxsən mening his qilishimcha, Xitoy hökuməti bu ishlarni tarixiy bir jarayon deb tushunadi. Men buni irqiy qirg'inchilikning ifodasi deb qarayman. Bu rayonga ko'chman o'ltiraqlashtirish mustamlikchiligidir. Even the foreign ministry spokesperson recently in trying to rebut some of the recent statements by the US government. Yaqında Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Amerika hukumatining yaqinda e'lon qilgan bayonotlariga raddiya berganda o'zlari qilayotgan bu ishlarni Amerikaliklarning Indiyalarga qilgan ishlariga o'xshatdi. Bu masalaning yadrolik sababi dal mush yerda. The region, the Uyghur homeland, the way the Chinese government wants to and doesn't want. Masala shu yerdaki, Xitoy hukumatining shu rayonni, ya'ni Uyg'urlar vatanini o'zi xohlagancha taraqqiy qildirg'usi bor. Uyg'urlarning shu rayonning yerli xalq ekanligini va ularning alohida huquqlaridan bahramand bo'lishi lozimligini zarli e'tirof qilg'usi yo'q. To conflate those two things, this kind of colonial colonization of the Uyghur homeland. Shuni ta'kidlash kerakki, Xitoy hukumati ikki ayrim nuqtani aralashtirib o'tyapti. Ya'ni Uyg'urlar vatanining mustamlik qilinganligini atalmış terrorlik bilan aralashtirib o'tyapti. Chunki Xitoy hukumati uchun Uyg'urlarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqi bo'lgunchilik va terrorlik bilan o'xshash narsadir. Interchangeably. And separatism, of course, is a highly subjective way of saying self-determination. And Sophie, after the revelations by New York Times and ICI. Sophie Hanım, New York vaqti yesti bilan xalqarалық tekshirish muxbirlar instituti Xitoyning maxfiy hujjatlarini oshkorlagandan keyin ba'zi mutaxassislar bularni dalil isbot deb atadi. Dünya Uyghur qurultiyi bilan boshqa tashkilotlar xalqarалық jamiyatni harakat qilishga chaqirdi. Faktlar hammamizga ayon. Amerika armiyasi urush institutining professori Ezim İbrahimni o'z ichiga olgan ba'zi olim professorlar bu ishga chetishlik Xitoy amaldorlarini xalqarалық sotda sotlashni o'tirib qo'yyapti. Siz buning qanday qaraysiz? Buning mumkinchiligi qanchalik? Well, I think if any other government in the world had arbitrarily detained a million Muslims, Agar dunyoda Xitoy hukumatidan boshqa biror hukumatning 1 million musulmonni tutib so'lg'anligidan xabardor bo'lganimizda, ya'ni bu ish oshkora bo'g'ilib 1-2 yil bo'lgan bo'lsa, biz allaqachon javobgarlarni jazolashning jarayoniga qadam besib bo'lgan bo'lardik. Biroq Xitoyning xalqaro sistemida bo'libmi BDTda kuchli o'ringa ega bo'lishi sababli Xitoyni javobgarlikka tortish ta'sib bo'layotdi. Xitoy hukumat amaldorlarining bu ishga javobgar bo'lishi kerakligini hammamiz bilamiz. Masalan, Shimoliy Koreya, Rohingya va Yamanga qaraydigan bo'lsak, u yerdagi kishilik huquq dafsandichiliklariga xalqaro turli usullar bilan inkos qaytiryotdi. Agar BDT bosh katibi surishtirish komitetini bekitgisi bo'lsa, atili bekitalaydi. Ammo mencha u Beijingning mastanisi bo'lg'achqa bu ishni qilg'isi yo'q deb qarayman. Ammo masalan BDTning kishilik huquq oliy komissari qila oladi. Bu jarayon BDTning kishilik huquq komitetidan ma'qullansa, bu texmi yaxshi. Lekin Xitoy o'zining bunday qarorlarni va jarayonlarni to'sishga kuchi borligini qayta ta'kidlayotdi. Mencha bir to'p mustaqil mutaxassislar dalil isbotlarini yig'ish, kishilarni ziyorat qilish, rayonda ig'ir kishilik huquq dafsandichiliklari yuz bergan bo'lmaganligi hamda javobgarlarga qanday jazo qo'llanish kerakligi to'g'riliq biror doklad tayyorlashni o'z ustiga olsa bo'ladi. Nuri, hozir bu Xitoy hukumatining hujjatlari, maxfiy hujjatlari, nutqlari oshkorlangandan keyin bu paketlar o'tirib qo'yildi. Bunda sharoitda hamda shu Uyg'ur tashkilotlari qandayroq bir rol o'ynay oladi. Texmo, ya'ni Xitoy hukumatining bu lagerlarni taqishi, ham bu lagerlardagi Uyg'ur bo'lsin, qozoq bo'lsin, xalqlarni qo'yib berish uchun. Uyg'urlar va Uyg'ur jamoatchiligi, Uyg'ur tashkilotlari bir necha ishni qilish mumkin. Birinchisi bu oila tavobatlari yutib ketganlar, shu lagerga solinib ketganlar, ziyonkashlikka uchraganlar ko'proq chiqib,
bu delilge delil qo'shish kerak. Chunki Uyg'urlardan ba'zi yig'ilgan bu vaqtni og'zga so'z qilmay deydigan. Bu Uyg'urlar o'zi qo'zg'alib bu g'arb ellerini ve Uyg'urlarning imajini ish qilsa, bular o'zligidan bir nima qilishi tez. Yana birisi o'zlari turayotgan davlatlardagi şu parlamentlar olsun yoki milliy majlis olsun shularga berib, şu Amerikaningki modelini qabul qilishni, şu iqtisodiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan, andikin sayohat erkinligi jihatdan ve qonuniy jihatdan tadbir qo'llanishga undash kerak. Masalan, Avstraliya parlamenti shuningga shunga o'xshash xizmatlarni harakat bo'lyotdi. Chunki bu boshlandi, buning unumini ko'rilyotdi. Xitoylarning inkastillam Washington'da Amerika hükümetinin yetakchilik bo'layotgan bu qonun jihatdagi yoki bo'lmasa hukumat jihatdagi tadbirlarninki Xitoy hokimiyatining diqqatini tortayotganligini ko'ryapmiz. Bu ishni, o'xshash modelni tashkilotlar, shaxslar dunyoning hamma yerlarida ijro qilish kerak deb o'ylayman. Final question, Sean. With all these revelations, the secret documents and speeches, and clearly this is ordered by Şan efendi, bu mening eng oxirgi savolim. Lagerlar haqida ko'plagan oshkorlanishlar bo'ldi. Maxfiy hujjatlar va nutqlarmi oshkorlandi. Bu aniqla Xi Jinpingning buyrug'i Zhu Hailunning plani bilan ijro bo'lyotdi. Biz bugun tilga olmagan Xinjiang'mi bu planni amalga oshiryotdi. Hozir necha million odamlarning lagerlarga qamalganligi bir paket. Sizningcha Xitoy bu oshkorlanishlardan keyin o'zining siyosatini o'zgartib yoki tuzitib, lagerlarni taqishi, millionlagan tutqunlarni qo'yib berishi mumkinmi? Well, you know, I've been thinking about this for a while about what could actually get the government. Men bu ishlar to'g'riliq. Bo'libmi, qanday qilganda Xitoy hukumatı o'zining bu vaqtdagi muomalasini o'zgartirdi degan masalani o'ylang'ili xili uzun bo'ldi. I think the pressure on the outside is important. Mencha bu o'zgarishlar cho'qim Xitoyning ichidan yuz berishi kerak. Sirtdan keladigan besimlarmi Xitoyning siyosatini o'zgartirishga turtki bo'ladi deb qarayman. Masalan, Amerika Avam Palatasida yaqinda ovozdan o'tgan Uyg'ur qonun loyihasi Xitoyga cheklik doirada besim paydo qildi. Buningdan keyin amaldorlar va ziyolilardan Xi Jinping va Xitoy markaziy hukumatiga besim kelishimi mumkin. Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi gazeti yaqinda bir parcha maqola e'lon qildi. Buningda Xitoy Kompartiyasining yuqori qatlamidagi bir qism amaldorlarda navbatda Uyg'urlarga yurgizilayotgan siyosatlar to'g'riliq norozilik bor ekan. I think, you know, that taken together. Buni va oshkorlangan hujjatlarni ko'zda tutsak, Xitoy hukumati ichida bu masalaga qarata yuchuqlarning borligini his qilamiz. Regarding this issue. So I'm hoping that that's a sign that they may. Men bu alomatlarning Xitoyning o'z siyosatini o'zgartirganligining bir bishorati bo'lib qolishini umid qilaman. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi qitim ko'rishguncha xushvaqt bo'ling.